65 talik gaz balon Cobalt avtomobiliga uстановka qilib berildi. Xudo xolasa trassada bitta zapravka bilan 700 km, shahar ichiga 550-600 km probegni xudo xolasa ders yurdi. Barcha bonuslarini qaqshatqich, sovuq bo'lsa ham qaynoq bonuslarni hammasini ichida qilib berdik. Xo'p, sovuq bo'lishiga qaramasdan ish faoliyatimiz davom etmoqda. Super mega skidkalarimiz ham davom etmoqda. Qo'yilgan jihozlarimizni bitta tanishtirib o'tamiz. Blok управления Stakko Fast 200 blok управления uстановка qilindi. Farsunkamiz высокоскоростной ADAX farsunka uстановка qilib berildi. Gazni dvigatelga maksimal darajada cho'tki qilib beradi. Qilib chiqarmasligi uchun italyanskiy fakin shinakalaridan foydalanadi. Atikir turetskiy reduktorlar bilan uстановка qilib berildi. Kimga shunday sifatli, ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Barcha turdagi avtomobillarga metan, propan, gaz uстановка xizmati mavjud. Bu komplektatsiyani narxi kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Aytgancha, onlayn dokumentiyu, balosiyu, battariyu hammasi ichida bo'ladi. Faqatgina sizdan bitta shart, yagona darchadan bitta ruxsatnomani olib kelsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qolsangiz bo'ldi.